yurtdoshlar. Men Nurmatova Hamida sizlardan iltimos qilib, sizlarga murojaat qilyapman. Men ko'p yillardan beri jigar xastaligi bilan davolanib kelmoqda edim. Hozirgi kunda ahvolim og'irlashib, Toshkentda yotibman. Toshkent vrachlari Hindistonga borib, jigar ko'chirish ishini o'tkazmasam bo'lmaydi deyishyapti. Hindistondagi vrachlar 35,000 AQSh dollar deyishyapti. Unga bizim oila a'zolarimiz harakat qilib, nima qilishyapti, mablag'imiz kamlik qilyapti. Sizlardan iltimos qilib so'rardim, saxovatpesha aziz yurtdoshlar, menga yordam beringlar. Shu borib operatsiya qildirib, yangi hayot kechirishi va sog'lom hayotga qaytishi xohlayman. Sizlardan iltimos qilaman shuni. Karta raqamim bilan va telefon raqamlarim